Bitta voqea aytib beraman sizlarga. Bitta voqea aytib beraman. Qarang. Yangi kiyganman. U gassisida turyapman, bu gassisida turyapman, shovqin qilyapman, haydaveryapti-da. Endi haydamayapti. Iltimos shovqin qilyapsan, ket deyapti. Hamma gassisida turdim, bitta gassisaga borib qoldim. Nomi Eclipse. Yarim oy Eclipse gassisa. Nurbegam, Azizam, Hojiyam, yana kimlar turgan? Shokiram, Doston degan og'aynim turgan men bilan o'sha yerda. Shayton bor, jin bor. O'sha yerda 5 oy yashadim, jin bor. Men ishonmayman eskichaga, o'sha yerda ko'zim bilan ko'rdim. Qur'on qo'ysang, Qur'onni o'chirib qo'yadi televizordan. Svitlarni shunday lab qiladi. Uxlasang, bo'g'adi kelib. Ana ustunga chiqib, ustunga kelib bo'g'adi. Ana shunday gassisa ko'rdim. Shunday luboy odamni sikadi. Bitta men emas, luboy o'sha xonaga kirgan odamni ko'tiga sikadi. Amini chiqaradi.